Ismim Shenigui. 7 yoshimda o'gay onam uydan haydab yuborgan. Hakkerlik tanlovida g'olib chiqsamgina uyga qayta olaman. Musobaqada birinchi o'rinni oldik. Vogoy, tezroq uni yoniga borishimiz kerak. Uni hech qayerdan suratga olmagandim. Ketdik. Yugi, chempionlikni qaytarib olish uchun tezroq qaytib kel. Boboing qoldirgan hamma narsani olmoqchi bo'lsang, janob Fey bilan turmush qurishing kerakligini bilasan. Bilaman. Men chenga qaytamanmi? Mana bu yerda ekan. Fey, menimcha sen bu yerda o'lishni xohlayapsan. Faqat sizlar. Xitoylikmisan? Men bilan yur. Hey, sen! Janob Freyni ayol o'g'irlab ketdimi? Bu Qizil Chiroq tumani. Bu yer xavfsiz. Nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Bu afrodiziak tutatqisimi? Mey, yaxshimisan?